Bugun depressiyadan chiqish, doim pozitivni bo'lish, hayotda polностью to'la yashash haqida gaplashamiz. Depressiyadaman, hech nima o'xshamayapti. Atrofdagi hamma narsa men xohlagandek bo'lmayapti. Umuman o'rnimdan turgim kelmayapti deydigan qizlar. Agar hayotda juda ham серьезная travmatiskaya, qanaqadir psixologическая problema bo'lmagan bo'lsa, sizlar aslida depressiyada emaslar. Rosta bo'sh vaqtinglar juda ham ko'p, Instagramda juda ham ko'p vaqt o'tkazasizlar. Bitta narsani tushunishinglar kerak. Bu hayotda o'zimizni qutqaradigan doim o'zimiz. Depressiyadagilar hayotda dunyoga qarashni o'zgartiramiz, chunki bir marta yashaymiz. Girls, qizlar aktivni sport bilan shug'ullanishni boshlaymiz. Salga, fitnessga yozilamiz. Okey, bunga pulinglar bo'lmasa, просто yurishga chiqamiz. Har kun обязательно 10 qadam постоянно sport bilan shug'ullanishni boshlashanglar, miya shunga o'rganadi. Bugun zalga borgim kelmayapti, bugun sport bilan shug'ullangim kelmayapti, bugun yurishga chiqim kelmayapti. Miya shunaqa signallar berishni to'xtatadi. O'zi nimaga hayotimizga sport kerak? Sport bilan shug'ullanish bu faqat ozish yoki semirish uchun emas. 70-80 yoshinglarda o'zingizlar tualetga bora olishinglar uchun, basic uydagi ishlarni qilishinglar uchun, o'zingizlar ovqat pishira olishinglar uchun, o'zingizlar ko'chaga chiqib aylanishinglar uchun, yotib qolmaslik uchun hamma обязательно sport bilan shug'ullanishi shart. Depressiyadan chiqish, stressdan chiqish, hayotingizda qanaqadir juda ham yomon, tragik narsa yashadinglar. Bundan chiqishi eng birinchi yo'li sport bilan shug'ullanishni boshlash. 1 soat zaldan keyin, sport bilan shug'ullangandan keyin zo'r energiya, dopamin keladi. Juda ham xursandchilik beradigan gormon. Ya'ni sport bilan shug'ullanish sizlarni fizически o'zgartiradi. Har doim oynaga qaraganingizda xursand bo'lishni boshlaysizlar, o'zingizga yoqishni boshlaysizlar, chiroyli kiyimlar kiyishni boshlaysizlar, makiyajlar juda ham chiroyli turishni boshlaydi, chunki sizlar o'zingizlarning ustingizda ishlayapsizlar. Bu eng yaxshi depressiyadan chiqish yo'llaridan bittasi. Dramatik, yig'latadigan qo'shiqlar eshitmayman. Umuman chunki nima eshitsak, o'zimizdan qanaqa narsalar chiqsa, o'sha narsalarni o'zimiz bilmasdan manifest qilamiz. Eshitadigan qo'shiqlarimiz pozitivniy, o'ynaydigan, sizlarni xursand qiladigan qo'shiqlar eshitamiz. Так что girl, o'rnimizdan turamiz, gymga, fitnessga yozilamiz, sport bilan shug'ullanishni boshlaymiz, faqat pozitivniy qo'shiqlar eshitamiz. Necha yosh bo'lishingizga qaramasdan doim o'zingizlarning ustingizda ishlashni, nimadirlar o'rganishni hech qachon to'xtatmaymiz. Girls, rahmasmiz bitta joyda turadiganmiz, action, harakat qilamiz, boramiz, o'rganamiz, o'qiymiz, ishlaymiz, harakat o'rganishdan hech qachon necha yosh bo'lishiga qaramasdan to'xtamaymiz. Shunda depressiya bye deb o'zi qochib ketadi.